Umidjon Nazarov 20 yillik tajribaga ega tadbirkor va quruvchi. Hozirgacha har xil yo'nalishlarda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib keladilar. Abu Dhabi restorani, Azixsus ishlab chiqarish korxonasi, Sabum qurilish kompaniyasi va boshqa loyihalarning asoschilaridan biri hisoblanadilar. Sabum qurilish kompaniyasi oxirgi yillarda Qo'qonim, Manhattan va markaz loyihalari orqali minglab insonlarning uyli bo'lishiga sababchi bo'lib kelmoqda. Endilikda esa yangi Qo'qon City loyihasini boshlamoqdalar. Qo'qon City loyihasi Qo'qonda hali bo'lmagan qulayliklarni o'ziga jamlagan yagona zamonaviy loyiha bo'lishi rejalashtirilgan. Loyihada terrasa, basseyn, mangal zonasi, bolalar maydonchasi, favvora, erkaklar va ayollar uchun alohida lift, 24 ga 7 qo'riqlanadigan hudud, nonvoyxona, erkaklar va ayollar uchun alohida fitness zali, futbol maydoni, tennis maydoni, workout zonasi, maktab, bog'cha, tibbiyot punkti, mahalla guzari va boshqa ko'plab premium qulayliklar mavjud bo'ladi. Qo'qon City baxtli hayot uchun barpo etilayotgan haqiqiy maskan. Minnatdorchilik bildirmoqchiman. Boshlangan ishlari xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Qisqa, tez muddatlarda ana shu yerda chiroyli binolarni qurib, tezroq topshirishiniga men chin yurakdan tilakdoshman. Sabunga ishonamiz. Biz 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 sabunga ishonamiz. Aziz Qo'qon Dilatif hamshaharlarim, mehribonlarim, qo'ni-qo'shnilarim, ilohim mana shu uylarimiz chiroyli bo'lib, bizga nasib ro'za aylasin ilohim. Biz eski uylarimizni qayta qurilishga berdik va chiroyli bizga uylarni solib berishyapti. Bu yangi tipdagi zamonaviy, juda ham chiroyli, hamma narsalarga qulaylik, bog'chalar, maktablar, raddomlar yonimizda bo'lgan. Ana shu proyektni boshlashgan Umidjonga, prezidentimizga, barcha arxitektor yigitlarimizga rahmatlar aytamiz. Qanaqa bo'ldi? Yangi uylar qanaqa? Yoqdimi o'zingizga? Yoqdi. Ha, juda ham zo'r. Rahmat prezidentimizga shunchalik eski uylarimizni yangilab, hozirgi sharoitlarga, hozirgi standartlarga to'g'ri keladigan uylar yaratib berishgan, shunchalik sharoitlar qilib berishgan uchun rahmat. Kvartiramizni shu 3 xonali ko'paytirdik, nabarat bizga yana yaxshiroq Plus bo'ldi, qulayroq bo'ldi. Juda ham zo'r. Umidjon akaga rahmat deymiz. Shunchalik zamonaviy qilib, kattagina qilib, как city qilib qurilgani uchun rahmat. Biz hali eski domlarimizni chiroyli qilib, mana yangi domlarga anaqa qilib berishyapti. Mana shu tashkilotchi Umidjonlarga ham, Shohjonlarga ham hammalariga rahmat. Keyin yana bitta uy sotib oldingiz, ha? Nimaga? Endi uni alohida. 3 ta o'g'lim bor. Hammamiz ishlaymiz. Xudo xolasa buni to'lab yana bir xonali olishga Xudo nasib qilsin. Albatta yetkazadi. Yetkazadi. Ammo Umidjon, Shohjon avazxonlarga kattakon rahmat. Prezidentimizga ham rahmat tashabbuslari bilan. Tashabbuslarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Hamisha ishlaringga omad bersin. Omad tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Bu narsalar Sabun kompaniyasidan sizga va sizga ham sog' bo'lib
hujjatlaringiz. Buyursin. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, olasizlar. salomat bo'linglar. Tadbirkorlarimizga men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Boshlagan ishlari xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Qisqa, tez muddatlarda ana shu yerda chiroyli binolarni qurib, tezroq topshirishiniga men chin yurakdan tilakdoshman. Bu qadimiy shahar haqli ravishda oltin vodiy deb nom olgan go'zal Farg'ona vodiysining gavharidir. So'lim tabiatga ega, qancha buyuk voqealarga guvoh bo'lgan Qo'qandi Latif milliy davlatchilik, ilmiy hunar, san'at va adabiyot ravnaqining yorqin timsolidir. Sizni ertalab soat nechida xonadan oldingiz? 10da. Soat 10da 3 xonali xonadan olib ketganlar. Soat hozir necha bo'lyapti ko'rsating? Soat 3 bo'ldi. 3da yana bitta 3 xonali xonadan olishga qaytib keldilar. Nimaga yana qaytib keldingiz, xola? Chunki yoqdi, joylashuvi, lokatsiyasi, har tomonlama nima uyda joylashuvi hamma yo'g'i yoqdi. O'shaning uchun yana olishga qaror qildik. Zo'r xola, tabriklaymiz. Biz bir xonali uy oldik, lekin balkonlari bor. Juda ham chiroyli. Zo'r. Bosh to'lovsiz, Aha. hech qanaqa to'lovsiz. Shunga keldik, hujjat bitta pasport bilan. Shunga meni qabul Oylik to'lovingiz qanchadan tushyapti? Oylik to'lovimni to'g'risini aytsam 3 million 600 ming so'mdan 3 million 600 ming so'mdan to'lab, Bekor baho. premium klassdagi Qo'qon loyihasidan xonadan xarid qildilar. Pullari chantishiraman. Ikki xonali ikkita oldingiz, a? Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Mana shu kompaniyalaring yanada gullab yashnasin. Hammasi ma'qul. Men kecha kechqurun Toshkentda edim. Kechasi bilan uxlamay Toshkentdan soat 5 ga yetib keldim. Albatta tavsiya qilaman. Bunaqangi imkoniyat hamma joyda yo'q, bo'lmaydi. Tezroq kelib, tezroq shu imkoniyatdan foydalanib olsin. Ikkita bir xona oldik. Ikkita bir xonali xonadan xarid qildik. Bir xonali. Qulay bo'ldimi takliflar? Qulay bo'ldi, hammasi yaxshi. Ma'qul Yoqdi bo'ldi. bizga. Srazi kecha Telegramda onlayn taqdimotda ko'rdik. Srazi ertalab keldik. Qolganlarga ham tavsiya qilasizmi? Albatta, kelib olish kerak. Mana odam ham ko'p, haligacha. Ko'p haligacha. Oy bo'yida yor turganing, ochiq ko'zi nosuzganing. Oy bo'yida yor turganing, ochiq ko'zi nosuzganing. Lagi suyimni olganing, Nasib qilsin, duo qilaylik. Hamma videolar yaxshimi? Tanjonlar sog'mi? Bir tani bir jon bilan harakat qilyapmiz. O'shanga o'tib, qanaqa mahsulotdan ishlatyapmiz, ko'ngil xotirjam bo'lish uchun bir ko'rsataylik, ekskursiya qilaylik. O'sha qarab yurib, sekin ko'ramiz endi. Maqsadimiz shu, sizlarga qanaqadir bir savollar bo'lsa, qolgani mana shu paytgacha kelib oldik. Bundan bag'i, undan zo'r holatda inshaalloh ketaveradi. 1-oktyabr kuni qurishni boshlagan ekanmiz. 10 oyda mana 12-etaj tomini yopyapmiz. Duo qilib tursalaringiz, ertadan rom qo'yishni ham boshlaydi. Qanaqangi qurilish olib borgan bo'lsak, o'sha sifatda chiqib kelganmiz oxirigacha. Karim. Chiroyli bityapti uylarimiz. Xursand bo'ldik. 12 ham chiqib ko'rdingiz. Ekan. Tepadan qanaqa ekan shahar? Yaxshi zo'r. Betonlarga e'tibor berdim. Standarti zo'r. Bu yerdan uy olganman. Ikkita olganmiz. O'ziga yoqdimi?
zo'r xudo xolasa. Ishlarni ko'rdim, sifatli, hamma yoq joyida. Biz 44 kvadratligini olganmiz. Ishlariga omad bersin, Alloh yuzimizga yorug' qilsin. Quruvchilarni ham, boshqaruvchilarni ham, bizni ham. Ustalarimizga mingdan ming rahmat. Issiq, shamol, yomg'ir demadi, yazini bosib ishladi hammasi. 12-avgust kuni yana taqdimotimiz bo'ladi Qo'qon City'nikini. Yana ko'rsalaringiz, yana qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. 2 million dollarga qarzga kirib, bugungi kunda 200 million dollarlik imperiya qurgan tadbirkor Umidjon Nazarov haqida 3 ta fakt. Birinchisi, Umidjon Nazarov 1984-yilda Qo'qon shahrida oddiy oilada tug'ilgan. 9 yoshida bozorda pul topishni boshlagan va 21 yoshida tekstil sohasiga kirib kelgan. Ikkinchisi, Nazarov 2009-yilda tekstil sohasida 2 million dollar qarzga kirgan va polietilen yo'nalishiga kirib 2 yil ichida yopgan va Qo'qonda birinchilardan biri bo'lib novostroykalar qurgan. Uchinchisi, Umidjon Nazarov hozirgi kunda Qo'qondagi 200 million dollarlik Sabum qurilish kompaniyasi, Abu Dhabi restorani va Azix hamda tekstil kompaniyasi asoschisi hisoblanadi. Tadbirkorlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Boshlagan ishlari xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Qisqa, tez muddatlarda ana shu yerda chiroyli binolarni qurib, tezroq topshirishiniga men chin yurakdan tilakdoshman. Umidjon Nazarov 20 yillik tajribaga ega tadbirkor va quruvchi. Hozirgacha har xil yo'nalishlarda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib keladilar. Abu Dhabi restorani, Azixsus ishlab chiqarish korxonasi, Sabum qurilish kompaniyasi va boshqa loyihalarning asoschilaridan biri hisoblanadilar. Sabum qurilish kompaniyasi oxirgi yillarda Qo'qonim, Manhattan va markaz loyihalari orqali minglab insonlarning uyli bo'lishiga sababchi bo'lib kelmoqda. Endilikda esa yangi Qo'qon City loyihasini boshlamoqdalar. Qo'qon City loyihasi Qo'qonda hali bo'lmagan qulayliklarni o'ziga jamlagan yagona zamonaviy loyiha bo'lishi rejalashtirilgan. Loyihada terrasa, basseyn, mangal zonasi, bolalar maydonchasi, favvora, erkaklar va ayollar uchun alohida lift, 24 ga 7 qo'riqlanadigan hudud, nonvoyxona, erkaklar va ayollar uchun alohida fitness zali, futbol maydoni, tennis maydoni, workout zonasi, maktab, bog'cha, tibbiyot punkti, mahalla guzari va boshqa ko'plab premium qulayliklar mavjud bo'ladi. Qo'qon City baxtli hayot uchun barpo etilayotgan haqiqiy maskan.